Bugungi kunda Samarqand viloyat axborot kutubxona markazi shahar tuman markazlari qoshidagi kitobsevarlar klubida 500 mingdan ortiq kitobsevarlar jam bo'lishgan. Kitobsevarlar klubi jamiyatda mutolaa madaniyatini yuksaltirish, insonlar o'rtasida ijtimoiy va intellektual aloqalarni mustahkamlash hamda shaxsiy rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Unda shaxsiy va intellektual rivojlanish, mutolaa madaniyati, klub a'zolarida muntazam kitob o'qish ko'nikmasini shakllantiradi va kitobga bo'lgan mehrni oshiradi. Tanqidiy fikrlash, o'qigan asarlarni boshqalar bilan muhokama qilish, voqealarga turli rakurslardan qarash va chuqur tahlil qilish qobiliyatini o'stiradi. So'z boyligi, har bir janrdagi kitoblar bilan tanishish nutqni boyitadi va dunyoqarashni kengaytiradi. Fikrdoshlar davrasida kitobxonlarni birlashtirib, manfaatli va mazmunli muloqot muhitini yaratadi. Ijtimoiylashuv turli soha va yoshdagi insonlarning o'zaro tanishishi va tajriba almashishi uchun qulay platforma vazifasini o'taydi. Bugungi kunda kitobsevarlar klublari nafaqat kitob o'qish, balki olingan bilimlarni tahlil qilish va fikr almashish maydoniga aylanib bormoqda.